O'rnan satma, o'rnan, qozondan yangi chiqqan qiziq o'rnan. Shunda kinoni ko'rgan-ku do'stlar, burun qadimiy kino oldi. Shunda epkeshlik tomoqni qashlab satdi-ku, mavu hamda bir tilpinning o'ralmishini shunda loyilabdi. Qanot tilpin chiqdi, biz ko'rib baqiliya. Men bunda oladiganmiz buni. Olgandan keyin bunda ochsaq, bunda evet buni qadimiy kinoga o'xshash podshoning xon o'rlab turamdi bu yerda. Yani bunda açıklandan keyin bu yerda bir kitap chiqibgan Yija Aysi 2 deydi qaranglar. Bu nima asli bor buni ichib ko'rib baqidi. Voy. Bezmi bu ekanmi bu yerda? Bu işte kartalar ekan. Yonilim bordi, bu yerda bir narsa bor ekan. Mani bir ko'rib baqidi. Bu qadim zamondagi donliq shaxsniki qo'l yozmalarimi nima bu? Mana. Shunday o'zgacha ekan. Endi yana davomli ko'rib baqilgan nima narsani chiqdi buni. Men yana ochsa bu yerda telefon chiqgan. Mana. Bu nima telefon degan vaqt Yija Aysi 2ninki mana Chelliaman skana. Ma'vu hamda bizlar Yija Aysi 2 chiqqilay bir 2 yil bo'lgan ma telefonniki mana ko'riklar bilan qo'limizga tushib qolibdi ekan. Bu hamda san chek nusxasi bu telefon yangi chiqqan vaqtda 4999 ga e'lon qilingan, hozir yangisimi yo'q. Mana biz mushta pakiz ko'riklar bilan saqlanib qolgan telefon ekan, yig'ib oldik. Bu telefonniki ichki hisoblamasini xilam yuqori 18 da 12 deydi. Qo'nonlarim jo'tilar bir xil o'zgacha ekan, sho'jasi ma'lum ekan mana. Bana seplemden artık maqtashdan zarurati yo'q. Telefon pakiz ekan, ikkinchi qo'l bek pakiz turibdi. Ama işte gayri telefon ihtiyacı var dostlar qolsa, gap qilinglar, ba'zi muvaffaq.